Zahra xonasida u yoqdan bu yoqqa yurardi. Stol ustida turgan telefoni yana yondi. Uning qo'llari titrardi. Rihandan yana bir xabar kelgandi. U bor kuchi bilan unga javob yozmaslikka harakat qildi. Rihan uning uchun mos juft emasligini bilardi. Shunga qaramay, uni sevib qolgandi. Yonoqlaridan tinmay dumalayotgan yoshlarni artarkan o'ylardi. Har doim o'ta ehtiyotkor bo'lgan men qanday qilib bu holatga tushib qoldim? Hamma narsa oddiygina bir xabardan boshlangan edi. Salom, Zahra. Bu xabar Rihandan edi. U Zahrani kursdoshi bo'lib, ular deyarli gaplashmas edi. Dastlab Zahra javob berishga ikkilanib turdi. Shu payt nafsi shivirladi. Bu shunchaki oddiy xabar, javob berishning hech qanday zarari yo'q. Shunday qilib Zahra, rahmat, deb javob qaytardi. Bu birgina javob ketidan yana boshqalar keldi. Ular asta-sekin odatiy suhbatlarga aylandi. Kunlardan bir kun Rihan so'radi. Siz bilan do'st bo'la olamizmi? Zahra buni noto'g'ri ekanini bilardi, lekin uning e'tiboridan voz kechishga kuchi yetmadi. Kechki suhbatlar odatsizga aylanib qoldi. Bir kuni kechasi Rihan undan o'z suratini jo'natishni so'radi. Buni qila olmayman, deb javob berdi Zahra, o'zini noqulay his qilib. Ammo Rihan tinmay qistardi. Bir kuni baribir mening xotinim bo'lasiz, suratingizni ko'rishimda nimasi zarari bor? Nafsi yana shivirladi. Bu shunchaki bitta surat, u seni sevadi. Aqlining ovozi yo'qolgan Zahra hissiyotlarga yengildi va o'z suratini yubordi. Shundan keyin Rihanning talablari yanada ko'paya boshladi. Rihan uni universitetda uchrashuvga taklif qildi. Zahra qo'rqib ketdi. Chunki u hech qachon birorta yigit bilan erkin suhbatlashish u yoqda tursa, hech qachon uchrashmagan ham edi. Ammo u bilan ko'rishish istagi kuchlilik qildi. Ertasi kuni ular universitetda uchrashdi. Skameyada birga o'tirib suhbatlashishdi, kulishishdi. Zahra o'zini baxtli his qildi. Bir payt Rihan kitobni olmoqchi bo'lib, tasodifan uning qo'liga tegib ketdi. Zahra qo'lini tez tortib oldi. Bu holat uni bezovta qilgandi. O'sha tun namozda qattiq yig'ladi. Nega bu menga yoqdi? Menga nima bo'lyapti o'zi? U Allohdan yordam so'radi. Agar bu inson men uchun xayrli bo'lmasa, uni mendan uzoqlashtir. Menga o'z to'g'ri yo'lingni ko'rsat. Ertasi kuni hamma narsani o'zgartirgan voqea yuz berdi. Go'yo Alloh uning duosiga javob bergandek edi. Zahra YouTube'dan bir ayolning videosiga duch keldi. Ayol bir oyatni tilovat qilardi. Zinoga yaqin ham bormang. So'ng ayol bu buyruq yolg'iz zinoning o'zini emas, balki unga olib boradigan har qanday yo'lni taqiqlashni tushuntirdi. Ayol davom etdi. Erkak va ayol yolg'iz qolganlarida shayton ularning uchinchisi bo'ladi. Shayton ularning qalbiga vasvasa solib, yomon ishlarni go'zal ko'rsatadi. Oddiy bir xabar, tasodifiy suhbat yoki uchrashuv odatda gunohga olib boradi. Harom yo'lga kirib qolgan odamlar esa buni rejalashtirmagan bo'ladi. Ular ehtiyotkorlikni unutib, shayton ularning qalblariga kirib borishiga yo'l qo'yib berishadi. Ayol sizni davom ettirdi. Nafsingizni xohishlardan, Alloh roziligi uchun tiyiling. Nomusingizni saqlang. Ko'zlaringizni haromlardan saqlang. Shunda Alloh sizni haqiqatdan loyiq inson bilan mukofotlaydi. Zero u va'da qilganidek, pokiza erkaklar pokiza ayollar uchundir. Pokiza ayollar esa pokiza erkaklar uchundir. Nur surasi 26-oyat. Zahraning yuragi hapriqib ketdi. U Rihanning xabarlarini asta-sekin javobsiz qoldira boshladi. U birdaniga undan voz kecha olmasdi, chunki uni qattiq yaxshi ko'rardi va u bilan turmush qurishga ishonardi. Zahra Allohga yuzlandi, undan yordam so'radi, duo qila boshladi va bu uning doimiy duosiga aylanib qoldi. Ya Alloh, agar bu inson mening dinim uchun va dunyom uchun xayrli bo'lsa, yo'limizni oson qil va uni mening mahramim qil. Agar u men uchun xayrli bo'lmasa, uni mendan uzoqlashtir va qalbimga sokinlikni ato qil. Va nihoyat Alloh uning duosiga javob berdi. Bir kuni Zahra va Rihan bir muncha xabar almashdi. Rihan unga uxlamoqchiligini aytdi. Keyinroq gaplashishni aytdi. Zahra kunini telefondan xabar kelgan vaqtgacha davom ettirdi. Xabar yana Rihandan edi. Lekin nimadir g'alati tuyuldi. Zahra xabarni ochdi. Muzlab qoldi. Bu juda nojo'ya va uyatli so'zlar edi. Zahra Rihandan hech qachon bunday gaplar kutmagan edi. U shiddat bilan urayotgan yuragini sokinlashtirgandek bo'lib, yana bir bor xabarni o'qidi. Keyin birdaniga anglab yetdi. Bu xabar unga atalgan emas edi. Zahra qaltiragan qo'llari bilan Rihanga yozdi. Bu nima Rihan? Rihan darhol qo'ng'iroq qildi. Sarosimaga tushgan ovozda gapira boshladi. Zahra, bu senga ko'ringandek emas. Do'stim telefonini ishlatgan. Bu xabarni tasodifan o'zining qiz do'stiga yuborgan.
Lekin Zahra ishongisi kelmadi. Rayhonning ovozidagi ikkilanish va aybdorlik ochiq sezilardi. Shu lahzada u haqiqatni anglab yetdi. Rayhon bacharlar bilan ham gaplashib kelgan ekan. Ishongan, kelajakda turmush o'rtog'i bo'ladi deb o'ylagan insoni uni aldab kelgan ekan. Zahra uni darhol blok qildi. Zahra uchun bir variant bo'lganini, haqiqiy tanlov emas ekanligini anglab yetdi. U qattiq yig'ladi. Ko'z yoshlari yastig'ini xor qildi. Shiftga tikilgancha o'ziga savol bera boshladi va past ovozda shaparladi. Men uni sevgan edim. Men unga sodiq edim. Shu payt u ayolning videosini esladi va haqiqatni tushundi. Nega men harom munosabatdan halol natija kutdim? U mendan do'st bo'lishni so'raganda, bu aniq ishora emas edimi? Islom erkak va ayollar o'rtasida shaxsiy munosabatlarga ruxsat bermaydi. Lekin men bunga o'zim rozi bo'ldim. Birdan butun vujudini titroq qopladi. Dahshatli bir fikr uning ongiga urildi. Agar u bilan turmush qurganimdan keyin uning xiyonatini bilganimda nima bo'lardi? Nima qilardim o'z zahoti? O'sha lahzada u tushundi. Alloh uni asrab qolgan edi. U o'zini xavfga qo'ydi. Ehtiyotkorligini unutdi. Allohning g'azabiga sabab bo'ldi. Lekin shunday bo'lsa ham Alloh uni himoya qildi. Zahra butun qalbi bilan Allohga shukr qildi. Uni Rayhon kabi bir odamdan qutqargani uchun shukr qildi. U Allohga iltijo qildi. Ya Alloh, meni shunchalik kuchli qilginki, bundan buyog'iga harom narsaga yo'l qo'ymay. O'sha kundan boshlab u butunlay Allohning himoyasiga suyanib yashay boshladi. Kunlar, oylar o'tdi. Zahra qalbidagi yaralar asta-sekin davolana tuzaldi. Sekin, lekin ishonch bilan yuragida og'riq yo'qolib bordi va u xotirjamlik topdi. Rayhon esa xuddi hech qachon mavjud bo'lmagandek uzoqdagi xira xotiraga aylandi. Yillar o'tdi. Bir kuni Zahraga dugonasi Ayijadan xabar bo'ldi. Amakivachcham seni to'yimda ko'ribdi. To'g'risini aytsam, hammamizga juda yoqasan. Seni yaxshi ko'ramiz. U esa senga sovchi qo'ymoqchi. Otangning raqamini berib olasanmi? Zahraning yuragi shukronaga to'ldi. U tushundi. Bu Allohning uning taqdiriga yozgan inson edi. U uni hurmat qildi. Harom munosabat bilan emas, balki halol yo'lni tanladi. Zahra bunga loyiq edi. U sharaf bilan qadrlanishga arzirdi. Zahraning hikoyasi har bir singlimiz uchun ibrat. Qalbingizni himoya qiling. O'tkinchi istaklardan voz kechib, Allohni tanlang. Shunda Alloh sizni yo'qotganingizdan ham yaxshiroq narsa bilan siylaydi.